Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisiz? Bir daqiqa shoshmang. Dehqon bobongiz o'gitlaridan eshiting. Yoqsa like bosasiz, ulashasiz. Yoqmasa o'tkazib yuborasiz. Baraka deymizda, barakangni bersin umringga, dehqonchiligingga, chorvachiligingga. Bu nima degan so'z, bilasizlarmi? Allohni baraka farishtalari bo'lar ekanda, u Allah xohlasa dehqonchiligingizga tushirib qo'yar ekanda u farishtani. Mana ko'ring. Xohlasa umringizga, xohlasa farzandingizga, xohlasa kasbingizga, ne'matingizga tushirib qo'yar ekan. Bu Allohning ishida. Faqat birovni boyib ketgan, ya birovni dehqonchilik yaxshi bo'lgani, kasbkor yaxshi bo'lgani ko'rgan paytda havas qilish kerak ekanda, havas, hasad qilmaslik kerak ekan. Agar sizga Alloh rizq bergan bo'lsa, baraka bergan bo'lsa, shukr qilish kerak ekan. Kibrlanmaslik ham kerak ekanda, azizlarim. Shunda Alloh barakangiz berar ekanda. Ko'rganda shukr qilish, fikr qilish, bergan rizqiga shukr qilish bandaning ishi. Qolgani esa Allohniki. Yoqqan bo'lsa like ni bosing, ulashib yuboring, sog' salomat bo'ling.